Psixologiya kerak emas deyapsizmi? Demak, shayximizdan-da aqlliroqsiz. Psixologiyani kerak deb shayximiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatli o'zlarini darslarida aynan psixologiya so'zini, psixologiya jamiyatimizga kerak so'zlari bilan darslarida tushuntirib berganlar. Psixologiya Qur'oni Karimda insonni o'z nafsi haqida fikr yuritishga chaqiruvchi oyatlar bor. Agar hozir chiqib ochiqchasiga psixologiya jamiyatimizga kerak emas deyotgan bo'lsa odam, demak shayximiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusufdan o'zlarini aqlliroqman shu savol bo'yicha deb o'ylayaptilar va siyosatimizga ham qarshi chiqyaptilar. Chunki agar psixologiya davlatga kerak bo'lmaganda edi, psixologiya yo'nalishi davlat darajasida o'qitilmagan bo'lar edi. O'z nafsiga nazar solish orqali psixologiya ilmiga yetib boriladi. Bu ilm esa insondagi his-tuyg'ular, sezgi hayajonlar va boshqa ko'pgina holatlarni o'rganadi.